Koreyslarning deyarli barcha oshxonalarida yoki do'konlarida harom mahsulotlar pishiriladi va harom mahsulotlar sotiladi. Shuning uchun ham u yerda musulmonlarga ishlash joiz bo'lmaydi. Lekin shunga qaramasdan oxirgi paytda nimaga yosh opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz o'sha joylarda ishlash holatlari ko'payyapti? Buning eng asosiy sababi koreyaliklar ko'proq adolat qilishyapti. Ish vaqti o'z paytida tugaydi. Yoki ularga bo'yniga yuklatilgan ishdan ortig'i so'ralmaydi. Yoki oylik to'lov o'z paytida beriladi. Lekin ming afsuski, hozirgi paytda juda ham ko'p o'zbek zabon musulmonlari Koreyaga endi kelayotgan opa-singillar, aka-ukalarimizdan o'zining nafsi yo'lida xohlagancha foydalanyapti. Ish topib beraman deb ustlaridan katta pulni yeyishyapti. Yoki ish topib beraman deb oldindan pulni olib yo'q bo'lib qolishyapti. Yoki ayrim oshxona egalari aytaylik, boshqa Koreya oshxonalarida eng kamida 12 soatga $70 beradigan bo'lsa, ularning oshxonasida $40. Nimaga bunday? Chunki u bechoralar nima qilsin? Til bilmaydi, Koreyaga endi kelgan. Endi ishga kirdi ham deylik. Ularga aytaylik, idish-tovoq yuvish buyurilgan bo'lsa, endi odam ko'payib ketib qolsa, zalga ham qaraydi, kassaga ham qaraydi, tozalab ham qo'yish kerak. Yoki ish vaqti 9 gacha bo'lsa, 10-11 gacha ham qolib ketadi. Va buning uchun qo'shimcha pul ham berilmaydi. Yoki oylik to'lovi 4 oy, 5 oy, 6 oylab berilmay yuradigan holatlar ham bor ekan. Nimaga bunday desangiz, ha endi savdo yaxshi bo'lmayapti-da, keyinroq beraman. Undan keyin u bechora oshxonaning egasi mashina ham oldi. Ishchilar 3-4 marta almashdi, lekin hali ham pulni bergani yo'q. Endi bilasizmi, eng achinarli holat nimada? Tilida Alloh lafzini aytmagan mana shu kofirlar nima uchun musulmonlarga bunchalik adolat qilyapti? Musulmonlarni sevgani uchunmi? Yoki o'zbeklarni hurmat qilgani uchunmi? Yo'q. Ular shunchaki o'zlarini qonun kitoblaridan shunchalik qo'rqqanidan adolat qilishyapti. Lekin bugun Robbim Alloh, dinim Islom, kitobim Qur'on degan musulmonlar shu qadar islomdan uzoq bo'lib ketyapmizmi? Alloh taolo bizni bu dunyoga uy-joy qilish yoki mashina olish yoki oziq-ovqat yeyish, dunyo sayohat qilish uchun emas, o'ziga ibodat qilish uchun yaratgandi. Va bu dunyoviy ishlarimiz Alloh taoloning ibodati yo'lida bo'lishi kerak edi. Lekin Alloh taolo bizga musulmonlar, mu'minlar bir-biriga aka-ukadirlar deganida ham naqadar bir-birimizga dushmanlik qilyapmiz. Aslida mu'minning holati bu yerda kelgan o'sha o'zbeklarga yoki musulmonlarga, "Voy, bular meni dindoshim, millatdoshim" deb turib, ularga ko'proq yaxshilik qilishimiz kerak edi. Lekin men bugun sizga ularga yaxshilik qilishga emas, hech bo'lmaganda mana shu kofirlardek adolat qilishga eslatma bermoqchiman. Albatta, Koreyadagi barcha oshxona egalari yoki barcha o'zbek musulmonlari shunday demayman. Hamma Alloh taoloning oldida nima amal qilayotgan bo'lsa, juda yaxshi bilib turibdi. Mana shu insonlarga bu videomiz tegdi.